Yuqorqi şeyimizning davomi hurmatli vatandoshim, Amerika Jungo diplomatik hamkorlik jihatda davlat ishlar kotibi Tillerson bundaq ko'rsatdi. Biz qarshi tarafning tushunishini umid qilamizki, Amerika Qo'shma Shtatlari Sharq Shimoliy Osiyoning Tinch okean rayonining bexatarligiga ko'ngil bo'lamiz. O'xshash Jungo o'zi duch kelgan xiristlarga taqobil turish kerak. Şoňa biz Amerika Jungo bilen bolgan münasibetimizni terakki kıldırılgan çağımızda karşı taraftan turgan şaraitini oylaşışımız gerek. Köl boyu Aram gayı söhbeti Amerika Jungo münasibetinin yeni başlanış noktasıdır. Devlet İşler Katibi Tillerson mundaq görsetdi. Florida ştatıda Köl boyu Aram gayıda Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping uçraşkanda biz Çavuşan meselesi burayında çığıralanın bexatarligi doğrusu toxtalganda biz qarşı tarafga köp besem işletdik. Biz kelgüsü 50 yıllık Amerika Jungo münasibetiga nazar saldık. Plan tüzdük. Şunun üçün söhbet jaryanida biz Jungo taraf bilen kelgüsü taraqqiyat doğrusu çoğunqor fikir almaştırdık ve izlendik. İki tarafning ötmiştiki hamkarlıklarımızı keng çoğunqor eslep öttük. Biz Jungo taraftan söhbet dairesini taraytışını, siyaset belgeleş dairesidekilerinin kelgüsüdeki iki devlet söhbetiga qatnashishni talab qildik. Şunun üçün Jungo bilen Amerika 4 muhim mavzunu belgilep Reis Xi Jinping'a bevasıta dokalat kılalaydıgan bir kişinin iki tarafning kelgüsü söhbetiga qatnashishini talab qildik. Hazırdan qarğınımızda Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti daimi heyetlerden bir kişi yoki texmi yuqori darajalik bir nafar amaldarning biz bilan texmi ilgirlab söhbet qurishi iki taraf yani Amerika Jungo o'rtasidagi mavjud masala to'g'risida fikir almashtirishimiz kerak. Yani Jungo Amerika o'rtasidagi mavjud masala to'g'risida fikir almashtirishimiz kerak. Amerika Jungo o'rtasida 6 ayda yuqori darajalikda söhbet o'tkazildi. Kichik mavzu. Devlet İşler Katibi Tillerson notqının ahırda mundaq toxtulub ötdi. Amerika Jungo iki taraf Florida ştatıda köl boyu aramgahida söhbetleşkendi mundaq qarar qildi. 6 ayda Washingtonda iki taraf tunji qitimliq diplomatiya ve bexatarlik söhbeti ötküzüdü. Yığınğı Devlet İşler Katibi Tillerson ve Devlet Müdafiə Ministeri James Mattis riyasetçilik qildi. 6 ayda Washington'da Jungo Amerika söhbeti ötküzüldü. Bu yığınğa Devlet İşler Katibi Rex Tillerson ve Devlet Müdafiə Ministeri James Mattis riyasetçilik qildi. Men birinci qitim anlawatamda men qandaq bu yığınğa Devlet Müdafiə Ministerinin qatnaşqanlığını yoki burun şunda qatnaşqan iş bolganmı? İqtisad doğrusudaki yığınğa Maliye Ministeri Mohin ve Soda Ministeri Roz Efendiler riyasetçilik qildi. Növbette bu yığın Amerika Jungo münasibeti taraqqiyotinin en muhim bir qadamidir. Növbette bu yığın Amerika Jungo münasibet taraqqiyotinin en muhim bir qadamidir. Devlet İşler Katibi Tillerson mundaq ko'rsatdi. Yuqorqilar mening Amerika Jungo münasibeti to'g'risidagi qarashlarim. Taraqqiyot yo'limizni aslagandan keyingi 50 yillik taraqqiyot ramkamizni belgilab chiqdik. Jungo taraf ham Amerika Jungo munosabati burilish nuqtasida turibdi deb hisoblaydi. Növbəti iki taraf bundan keyingi 50 yillik iki taraf munosabat to'g'risida avval belgilama ve plan ishlab chiqishi mumkin. Rahmet, Amerika Qo'shma Shtatlarining Devlet İşler Katibi Rex Tillerson 6 ay deganimiz, kelar ay deganimiz bu asli sobiq prezident Obama davrida har yili 6 ay 7 ayning boshlarida o'tkazib atgan strategik ve iqtisod suhbatining davomi bo'lishi kerak.
Biroq bu yig'inda hozir Jungo-Amerika munosabatining keyingi 50 yillik plani tuziladi ekan. Bu to'g'rida intayin cho'ng, intayin eg'ir vazifalar o'tirg'i chiqishi mumkin. Chunki buning ichida burun tilga elingan va davomli tilga elinayotgan va tilga elinib to'xtab qolgan masalalar o'tirg'i chiqadi. Hurmatli Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakestillerson apandim, bu qatam agar Uyg'urlar masalasi mushu masalaga qaraladigan yoki Xinjiang masalasi mushu qatamqi suhbatda qaraladigan bo'lsa, ondaqda Uyg'ur xalqining arzusi va siyosiy maqsadi shu ekanki, Uyg'ur xalqi 1944-yili 3-qatim qurilgan Cumhuriyetni asliga keltirishni tashabbus qiladi va arzu qiladi. Uyg'ur xalqi 3-qatim qurilgan Cumhuriyet 1944-yili 11-ayning 12-kuni qurilgan Cumhuriyetni asliga keltirishni arzu qiladi. Buning uchun qaytib ketgan Jungo'ning avvalgi sekretari Xuyabong o'ttirib qo'ygan 6 turlik moddalik siyosatni, ya'ni 6 moddalik siyosatni o'tkinchi davrga qiblanoma qildi. Biz bu qatimqi yig'inda Uyg'urlarni qandaqdir avtonomiya to'g'risida, qandaqdir federatsiya to'g'risida to'g'rilab suhbat bo'lmasligini umid qilamiz. Hurmatli davlat ishlar kotibi Rakestillerson apan.